Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hammalaring yaxshimisizlar? Mana biz yana quyon fermamizda quyonchalarimizni videoga olyapmiz. Quyonchalarimiz ko'payish arafasida, xudo xolasa. Qoch. Mana inshaalloh ertaga mana quyonimiz ham tug'adi, xudo xolasa. Mana qora quyonimiz ham bolalarini boqyapti. Mana yungini yulib tashlabdi kal bo'lib. Mana bu quyonimiz ham tug'di. 6 ta tug'di. Mana bular endi xudo xolasa tayyor bo'ladi. Mana quyonimiz ham ertaga tug'adi inshaalloh. Hammasi yem-yeb dam olib. Mana quyonimiz уже yungini yulishni boshladi mana. Bugundan tayyorgarlik ko'ryapti. Somonlarni solib qo'yishim kerak. Hali somon solganim yo'q. Hozir endi solib qo'yaman.